Bismillah deb asosimizni boshlaymiz. Buning uchun bir nuqtani qo'yib olaman. Bir nuqtadan pastga orqa uzunlikka tushaman. Orqa uzunlik menda 38 sm. Ikki nuqta. 1dan 2gacha orqa uzunlik. 2dan 3gacha bo'ksa balandligi. Bo'ksa balandligi 18-20 sm ga teng. Past o'rta bo'yli qizlar uchun 18, baland bo'yli qizlar uchun 20 sm tushasizlar. 18-20. Bu menda 3 nuqta. 3 nuqtadan 4 nuqtagacha ko'krak yarim aylanasi plus pribavka. Ko'krak yarim aylana 49 sm, 2 pribavkani qo'shsam 51 sm bo'ladi. Demak, 3 dan 4 gacha 51 sm qo'yaman. To'rt. 1, 3, 4, 5 nuqtani qo'yib, men setka yasab olaman. 2 nuqtadan to'g'ri chiziq tortaman. Bu menda 6 nuqta. Bo'ksa chizig'i bo'ldi menda, bel chizig'i bo'ldi. Endi menda proyma chizig'i, ya'ni qo'ltiq chizig'ini topib olishim kerak. 1dan 7 gacha mana 1dan 7 gacha proyma chizig'i. Menda proyma chizig'im 23. Birinchi formulam 23 qo'yaman. 1dan 7 gacha 23. 7 nuqta. To'g'ri gorizontal chiziq tortdim. Bu 8 nuqta. Endi 7 va 8 chizig'i oralig'ida biza orqa kenglik, proyma kengligi va oldi kengligini qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. 7 dan 9 gacha orqa kengligini qo'yishimiz kerak. Ya'ni formula 2 ni javobini qo'yamiz. Formula 2 ni javobi bizda 18 u 5. Ya'ni 18 sm u 5 mm. 7 dan 9 gacha 18 sm u 5 mm. Bu 9 nuqta. 9 dan 10 gacha 3-chi formulamiz javobi, ya'ni proyma kengligi 11 sm u 2 mm. Bu 10 nuqta. Endi 10 dan 8 gacha bo'lgan oralig'imizda bizda formula to'rimi javobi qolish kerak. Avtomatik tarzda formula to'rimi javobi qolish kerak. 10 dan 18 gacha menda demak 21 u 2 mm bo'lish kerak. Hisoblayman. Mana 21 u 2 mm chiqyapti. Demak, to'g'ri hisoblangan. Endi nima qilaman? Agar sizlarda mana mana shu xatolik bo'lsa, yetmayapti, o'xshamayapti, demak, formulani yana boshqatdan hisoblab chiqinglar. Aniq chiqishi kerak. Endi nima qilaman? 9 dan tepaga vertikal chiziq tortaman, 10 dan tepaga vertikal chiziq tortaman. 9 ni tepasini 11 nuqta deyman, 10 ni tepasini 12 nuqta deyman. Endi 9 va 10 nuqtalarni o'zaro 2 ga bo'lib, oldi va orqa qismni ajratib olamiz. Orqa, oldi. E'tibor bersanglar, orqam kichikroq, oldim kattaroq. Har doim asosda bizda orqaga nisbatan oldi kattaroq bo'lishi kerak. Sabab ko'krakni hisobi. 9 va 11, 10 va 12 larni 4 ga bo'lib olaman. Orqa qismdagi tepadagi bo'linma bor-ku, mana mashina x qilib yashilda belgilab qo'yaman. Pastdagi 10 nuqtadagi tepadagi bo'linmani esa qizilda x qilib belgilab qo'yaman. Albatta shunaqa belgilash esingizdan chiqmasin. Keyingi qiladigan ishimiz 11 nuqtadan 1,5 sm pastga tushamiz. Bu menda 13 nuqta. Endi biza orqa bo'yin o'yinini chiqaramiz.
Buning uchun bizaga bo'yin yarim aylanasi bo'lingan 3 plus 0,5 cm. Menda bo'yin yarim aylanam 17,5, 17 cm 5 mm, bo'lima 3 ga plus 0,5, 6,3 chiqadi. Men 6,3 ni qo'yaman. 14 nuqta. 14 nuqtadan tepaga 2 cm tepaga ko'tarilamiz. 15 nuqta. 15 nuqta bilan bir nuqtani chiroyli qilib birlashtirib qo'yamiz. Orqa bo'yin o'yinini chiqarib oldik. Endi 15 dan 13 nuqta orqali yelkamizni qo'yamiz. Yelkamizni qo'yayotganda yelka menda 12 cm. 12 cm ga qo'shaman 2 cm. Bu vыточка hisobi. 14 cm qo'yaman. Endi 14 nuqta. 14 nuqtani olib kelib, mana shu orqa kengligini ichkariga o'tib ketmagan holda olib kelib chiroyli qilib birlashtirib, proyemaga olib kelib qo'yamiz. o'n besh va 14 nuqtani 2 ga bo'laman. Yelka vыточкасini chiqarib qo'yamiz. 90 gradusda uzunligi 7 cm bo'lgan chiziq tushirdim. Chuqurligi o'ng tomonga 1 cm, chap tomonga 1 cm qilib vыточка chizib olaman. Mana. Endi nima qilaman? Vыточка chizilgan joydan tepaga 0,5 ko'tarilaman, bu yerdan ham 0,5 ko'tarilaman. Mana shu 0,5 ko'tarilganlarimni 15 nuqta bilan birlashtiraman va 14 nuqta bilan birlashtiraman. Vыточkamni chiqarib oldim. Orqa qismim tayyor bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishim oldi qism.